Propanolonni nima uchun qo'yamiz? Asosan ekonom bo'lsin deb qo'yamiz. Birinchidan, ikkinchidan yoqilg'i, kuchli yoqilg'i bo'lsin deb qo'yamiz. Balonlarda farq qilmaydi. Asosan oldi tarafdagi jihozlarda farq qiladi. Oldidagi reduktor qo'yiladi, injektor qo'yiladi, keyin miya blok qo'yiladi. O'shalari eng muhim joylari o'sha. O'shaning uchun tanlovda adashmaylik. Balonni qo'yishga qo'yamiz, lekin jihozlarni sifati pastini qo'yib qo'yadigan bo'lsak, sarson bo'ladi. Ya'ni kim? Shofyor aka sarson bo'ladi. Hozir old tarafini ko'rsatamiz. Mana bu reduktor. Mana bu reduktorda poddelka varianti ham bor. Birga bir kopiya bo'ladi. Birga bir. Shunaqangi o'xshaydiki, ajratib bo'lmaydi. Ko'pchilik ajratadi, lekin bitta orqadagi partiya bilan ajratayotgan bo'ladi. Maqsad nima? Maqsad yerda ochko. O'ziga ochko ishlash bo'ladi. O'shaning uchun tanlovda adashmaylik. Idealni narxi beraman, aloqa chiqinglar. Idealni narxi beraman. Sifatda eng muhimi sifatni zo'r qilib beraman.